cho'zib o'tirmayman, sразу narxiga o'taman. 21500 ga panoramali K5, motori 2.5. Hamma navorotlari bor. 360 deysizmi. Undan tashqari korobkaga, ya'ni qo'shimcha radiator qo'ydirganlar. "Aka, nimaga qo'ydirdingiz?" "Men o'zim surib yuraman" dedilar. Ya'ni motor qizib ketmasligi uchun, korobkaga nagruzka tushmasligi uchun. Bitta ichini ko'rsaman, eng qizig'i ideal holatda, ya'ni kraskasi umuman yo'q. Butun mashinaga broneplyonka urilgan. Ketib bitta salonni ko'rsataman. Pamyat sideniyasi bor. Eng qizig'i bu birinchi chiqqan K5lardan yil 2021 va atiga 120 ming yurgan. Salon qismi bejviy. Bejviylar juda ham kam chiqqan. Bitta sirini aytaman. Birinchi chiqqan K5lar bor, 21 deydi. Eng mustahkam, eng zo'rlari bo'ladi. 120 probeg ham o'zi probeg emas. Bu mashinaga 360 gradus kamera, pamyat sideniyasi, sideniya axlajdeniyasi, sideniya qiziydi. Undan tashqari head-up display bor. Ya'ni uzoq yo'lga ketayotganingizda chalib qolmaysiz. Laboyo o'zida necha ketayotganingizni ko'rsatib turadi. Orqasi juda ham keng. Undan tashqari orqasini sideniya o'zi qiziydi. Alohida o'zini gilamli poliklari bor ekan va yili 2021 bo'lsa ham zapaskasi hali olinmagan ekan. O'zini Kia'ni sandiqchalari bor ekan va undan tashqari zontiki ham bor ekan. Mana xullas mashina ideal holatda, aytganimdek 21500 shikalat narx. Qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilinglar.